Bo'yin qirsilatish aslida o'zi juda ham xavflimi yoki juda ham foydalimi? Bu haqda oxirgi paytda har xil videolar tarqab, internetda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Demak, bo'yin qirsilatilganidan keyin odamlarda insult bo'lib qoldi, hayotdan ko'z yumgan holatda ham bo'lishi mumkin, bo'yin sinib ketish, shunaqa gaplar hozir уже aytganimizdek ko'rib bordik hammamiz. Demak, bu yuzdan, mingdan emas, milliondan bir holatda bo'lishi mumkin. U ham endi qanaqa bemorlarning holatiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda hozirgi kunda manual terapiya, ya'ni suyaklarni qirsillatish, umurtqa pog'onaga qaratilgan muolaja, chiropraktika juda ham zamonaviy usul hisoblanadi va tabiiy usul. Hozirgi kundagi kam harakat odamlarga juda ham bu kerak usul o'zi aslida. Shu paytgacha qilinib kelingan. Boya aytganimdek, kamdan kam holatda, bu statistikada juda ham kam foiz, 0% da keladi. Zarar berib qo'yilgan holat kam. Demak, bu gapdan kelib chiqadiki, xudo xolasa bu narsani 100% foydasi bor. Bundan yaxshi bo'lib tuzalib ketgan odamlar juda ham ko'p. Lekin qachonki mumkin bo'lmasligi, qachonki mumkin bo'lmaydi, bo'yinda osteoxondroz juda ham katta bo'lsa, yoki osteoxondrozdan o'tib o'sha grijaga aylangan bo'lsa, yoki bo'yin umurtqa pog'onasida, umurtqa suyaklarida yemirilish bo'lishi mumkin, yoki umurtqa siljib qolib, nerv kanalini to'liq to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda qirsillatilgan paytda nerv kanaliga nerv kanalida o'sha disk ezilib turgan disk nervni ko'proq qisib hisobiga u joyda ma'lum bir miqdorda qon aylanishini o'zgartirib, insult xavfi yoki o'sha qaysidir bir qo'l yoki bo'yin shol bo'lib qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Boya aytganim juda ham kam. Demak, buni birinchi navbatda asosiysi yaxshi mutaxassis tanlash, hammasi vaziyat nazorati ostida bo'lishi kerak. Bundan tashqari muammosi yo'q odamlar bo'lsa, qilinsa bo'ladi. Shunchaki hech qanaqa og'rimaydi, normalniy u qilinaveradi. Chunki diskda ezilish bo'lmasa, hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Demak, yoki bo'yinda og'rig'i bor, ma'lum bir miqdorda disk ezilgan, bo'yinda yoki belda og'riq bor, muammo bor. Bu narsani lekin MRT ni ko'rmasdan turib tavakkaliga zo'r bo'ladi deb qorish sal xatoroq narsa. Bu demak, birinchi navbatda sizlar uchun, bemorlar uchun zarur, ikkinchi navbatda mutaxassis uchun ham kerak bu narsa. Chunki ish yaxshi bo'lish uchun, odam bir undan davo topib, foyda bo'lib ketishligi uchun birinchi navbatda to'liq tashxis qo'yib olish kerak. Boya aytganimdek, har xil holat bo'lishi mumkin. Uni bir ayrim qo'shtirnoq ichidagi juda ham aqlli, olim odamlar bor. Qo'li bilan ushlab, bilib bo'lmaydi bu narsani hech qachon. Og'riqlarga qarab, simptomlarga qarab taxmin qilinishi mumkin, taxmin. Lekin suyagida yemirilish bormi, smesheniyasi bormi, ko'rib mana o'sha mana qiyshayib qolgan deyish bu umuman xato narsa. Har doim demak, og'riq bormi? Birinchi navbatda siz davolanmoqchisiz. Sizni hayotingizni sizni hozirgi kunda bezovta qilib turgan zig'irdek og'riqni davolash niyatingiz bor. Lekin siz bu mana shu zig'irdek og'riqni qovoqdek katta qilib ketish kimga kerak emas, misol uchun. Yaxshi bo'laman deb yon bo'lib qolish kim kerak emas. Endi birinchi navbatda hammasi peshonaga yozilganda bo'ladi. Unga ham baribir ham hamma harakat qilish kerak. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, bo'yin qirsilashdan qo'rqish kerak emas. Har doim mumkin, faqat nazorat ko'riladi. Imminni faqat siz uchun mumkinmi, yo'qmi? Odamlar uchun, hamma uchun o'zi fanda mumkin. Ayrim boyaga aytgandan cheklangan holatida mumkin emas. Shuning uchun shunday holat bor, yo'qligini aniqlash uchun MRT tomografiya qilinadi, umurtqa nervlar ko'riladi. Mumkin bo'lsa qilinadi, yaxshi bo'ladi. Mumkin bo'lmasa, lekin u qilinmaydi. Yaxshi vertebrolog nazorati ostida bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bugungi video, qisqa videoda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsamiz faqat shu. Bu narsani hozirgi kunda qoralab chiqayotgan odamlar ham yo'q emas. Boya aytganimdek, u narsa butun dunyo bo'yicha milliondan bir holatda bo'ladi. Shuning uchun avvalambor yaxshi niyat, keyingi o'rinni o'zingiz uchun ozgina 3-4 so'm puldan qochmasdan o'zingizni tekshirtirishingiz, keyingi o'rinni mutaxassisi o'zini haqiqiy mutaxassisligi rol o'ynaydi. Demak, buni hammaga tavsiya bera olamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qanaqa fikrlar yoki keyingi safar nima haqida sizlarga ma'lumot berishimizni xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariy yozib qo'ysangiz bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, har kuni sizlarga shunaqa qiziqarli ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar.